munosib bo'laman bobolarimga, garchi qo'llab turar ularning ruhi, uxlatar tunlari allalar aytib, qo'lga kiritilgan tinchlik shukuhi. Munosib bo'laman bobolarimga, iftixor qo'shaman iftixoriga, kiftida opichlab yurgan vatanning, baxtliman yarasam biror koriga. Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvimiz muxlislari, bobolarimga munosib bo'laman deya bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan aziz mehmonimiz xonanda Asadbek Ibrohimov. Xush kelibsiz Asadbekjon. Assalomu alaykum. Avvalo bizni kuzatib turgan barcha kuzatuvchilarga taklif uchun rahmat. Xursand bo'ldim. Sog' bo'ling. Asadbekjon, sizni butun Oltiariq xalqi, butun O'zbekiston xalqi shirali ovozingiz bilan, o'zingizni ijod yo'lingiz bilan albatta tanishadi. Bu hech kimga sir emas. Ijodingizni biz ham kuzatib boramiz. Yosh bo'lishingizga qaramay, ushbu san'atning mashaqqatli yo'lini tanlab, shu yo'lda izlanib, intilib yurgan yoshlardan birisiz. Asadbekjon, bu san'at sohasiga kirib kelishingiz haqida bizga gapirib o'tsangiz. Albatta bu san'at sohasiga kirib kelishim o'zi bizda hamma san'atkorlar oilasimiz. Juda yaxshi. Ikkala taraf ham, dadam tomonlama ham, ayam tomonlama ham san'atkorlar bo'lishgan. Opoqalarim, qolaversa amakilarim juda yaxshi. San'atkor bo'lishgan. Shu yoshligimdan ko'rib, ularga havas qilib shu san'at yo'lini tanlaganman. Qolaversa dadam mana sozanda bo'lgan, shu yoshligimda ko'rib, oldiga borib qo'shiq aytib, chalishsa, keyin qiziqish uyg'onib, shu yoshligimdan san'at sohasini tanlaganman. Shu san'at yo'lida musiqa va san'at maktabida o'qidim, oliy ta'limda o'qidim. Hozirda mana ishlab kelyapman, o'qituvchi bo'lman, musiqa fanidan dars o'taman. Juda yaxshi. Ijod bilan birgalikda. Demak, sizning ilk ustozlaringiz shu bobolaringiz, otajoningiz, amakilaringiz va musiqa maktabida ta'lim bergan ustozingiz. Ustozim Ismlari? Sardor aka, Oybek aka. Juda yaxshi. Cholg'udan dars berishganda bular? Cholg'udan an'anaviy xonandalik yo'nalish bo'yicha. Juda ham yaxshi. Asadbek, har bir ijodkorni o'zini ichida bir ovoz bo'ladi-da, ilhom ovozi. Sizni ijod qilishga majbur qiladigan ichki ovoz sizga qanday gapiradi? Menga ko'pincha shoirlar bilan birgalikda hamkorlikda ijod qilamiz. Hali yangiliklarda bir-birimiz bilan alishib turamiz. O'rtoqlashib turamiz. Keyin bir xilgi payt shu she'rni o'qiganimda keladi, o'zi musiqa keladi ilohiy. O'sha kelganida shu esimda borligida shu qo'limga sozimni olamanda, pianinodami yoki birorta cholg'udami, shu tezda o'shani cholib kelganda aytib yozib qo'yaman diktofonga, yo esimdan chiqib qolmasligi uchun. Keyin shu tariqa uni vaqt o'tgani sari hali nima deydi, charxlab boraman. Hali yana ham yoniga bunaqa qilsa bo'lar ekan, bu joyini bunaqa qilib o'zgartirsa bo'lar ekan deb, hali to o'sha o'zimni ko'nglim to'lmaguncha o'sha ustida ijod qilaman. Har xil yo'nalishlarga solib ko'raman. O'zim ham muzikant bo'lganim uchun, ham chalganim uchun o'sha har xil yo'nalishlarga solib, hali yozib, eshitib, bir-biri bilan farqlab, hali yaxshi variantini olib, iloji boricha juda yaxshi ijod qilib. Haligi ba'zi bir she'rlarda haligi ovoz tempingizga yoki bo'lmasa yoshingizga mos tushmaydigan joylar bo'ladi. Shularda sekin hali o'qib, ma'nolariga qarab, albatta shu dadam bilan, ustozlar bilan maslahat qilib, albatta uni keyin xalqqa e'tiboriga havola qilamiz. Juda ham yaxshi. Asadbek, o'zingizni shaxsiy ijodingizga tegishli bo'lgan, o'zingizga yoqqan asar va ilk asaringiz qaysi? Endi asar deganimda bu ilk qo'shig'ingiz, o'zingiz yaratgan. Meni qo'shiqlarim ko'p. Juda yaxshi. O'zingizning ijodingizga tegishli. Ularning ichida vatan haqida bor,
ota ona haqida bor, do'st, sevgi, muhabbat, har xil mavzularda bor. Endi bu 2024-yilda o'tgan yili shu esda qolarli bo'ldi. Shu vatan haqida qo'shiq qildik. Shu shoiri ham, shoirasi ham shu o'zimizda Oltiariqdan. Buncha yaxshi. Dildora Asadullo qizi nomi bilan ijod qiladi. Shu opamiz o'sha Dillarda vatan madhi ko'rik tanlov bo'ldi, ichki ishlar nimasidan, yo'nalishidan bo'lib shunda ishtirok etdik va faxrli o'sha viloyatda faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdik, sovg'alar, mukofotlarni oldik. Shu o'sha yaralgan, o'sha ijod qilgan o'sha qo'shig'imizni yili o'sha qo'shiq natija olib keldi. Shu bilan hali esda qolarli bo'ldi. Juda yaxshi. Keyin ota ona haqida bor qo'shiq. Uni ham hali she'rining muallifi Dildora opa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Shu hozir ikkita hozir qo'shig'imiz shu ijodimizda o'sha eng nima bo'lib turgan. O'zingizga yoqqan birortasini ozgina bir misrasini xirgoyi qilib bera olasizmi? Mayli, xirgoyi qilib beraman. Qo'lidadir imkoni, har doim butun noni, qiynalmas shirin joni, otasi bor odamlar. Yurak dardga to'lsa ham, yarim tunda kelsa ham, quchog'i to'lar har dam, onasi bor odamlar. Otasi bor odamlar, otasi bor odamlar, otasi bor odamlar. Sog' bo'ling. Shu qo'shiqlar Judayam yoqdi menga. Judayam yoqdi. Bu nafaqat menga, buni eshitib turgan barcha muxlislarga albatta manzur bo'ladi. Ilohim bundan-da yaxshi ota-ona haqida, vatan haqida, mehr-oqibat haqida kuylaydigan elimizda ardog'idagi hofizlardan bo'ling, ilohim. Asadbek, agar san'at siz uchun pul keltirmasa ham baribir shu ish bilan shug'ullangan bo'larmidingiz? Albatta, bu san'at nima deydi? San'at meni hayotim. San'at bu qonim, yuragim, bu qonimda oqadi bu san'at. Endi san'atkor avvalo birinchi o'rinda o'ylashimcha bu pul uchun, moddiy bir manfaat uchun ijod qilmaydi. Birinchi o'rinda o'sha san'atni sevgani uchun ijod qiladi deb o'ylayman. Menda to'g'risi endi o'ylanib qoldim to'g'risi. Endi ba'zi bir havasmandlar borda, bu san'atga kirib kelsam mashhur bo'lib ketaman, shu mashhurligimda orqasidan mashina olaman, eng so'nggi rusumdagi telefonni ishlataman yoki uylar olaman degan, baribir hammada ham bo'ladi, albatta hamma narsa borib pulga taqaladi-yu, lekin mablag' kelmaydigan tomondan o'zini olib qochadigan xonandalar ham, san'atkorlar ham yo'q emasda. Shuning uchun berdimki, bu savolda baribir siz hali yoshsiz, farzandli bo'lasiz, siz ham ota bo'lasiz, ularga mablag' yetkazib berish kerak. Shuning uchun bunaqa tomonlarga qanday yondashasiz degan savolni bergandim. Juda ham xursand bo'ldim. Meni qonimda oqyapti deganingiz ajoyib javob bo'ldi. Rahmat Asadbek, sog' bo'ling ilohim. Ijodingiz orqali qanday ijtimoiy yoki shaxsiy masalalarga e'tibor qaratmoqchisiz? Mana misol uchun ijod qilmoqchisizda ijtimoiy masalalar, mana ota-ona haqida shunday aytyapsiz, mana otasi bor odamlarni shunday to'lqinlanib aytdingiz. Bu ham bir ijtimoiy muammoga aylanib boryapti-da hozir. Ota-onasi bo'la turib ularning holidan xabar olmaydigan yoki bo'lmasam yana qanday bir mavzularga kirib borish niyatingiz borki, shunday bir ijtimoiy muammolar bartaraf bo'lsa, shu sizni qo'shig'ingizni eshitganda odam o'ziga bir ibrat olsa, qanday niyatlaringiz bor? Shu hali boshida gaplashdik-ku, avvalo hali
qo'shiq aytish uchun, qo'shiq qilish uchun, ijod qilish uchun hali she'r tanlayotib turganda uni ma'nosi, mazmuniga e'tibor qilinadi deb. O'shanda yana bitta narsani o'ylaymanki, men iloji bo'lsa shu yashab turgan muhitimizda hali xalqni dardi, kechinmalarini hali olib chiqishga harakat qilaman. Shu orqali hali qo'shiqlarim orqali insonlar hali yaxshilikka yo'nalishsa, bundan xursand bo'laman. O'zi asosiy maqsadim shu, faqat yaxshilik ulashish, yaxshilikka boshlash qo'shiqlarda, o'sha so'zlarida shularga e'tibor berib, iloji boricha ijod qilamiz. Xursand bo'laman shu, misol uchun ota-onasi bor odamlar deb hali qo'shig'imizda ham hali kimnidir dardiga bir malham bo'lsa, ozgina bo'lsa ham bu shu meni maqsadim shu meni. Mashinada ketyapti-da, ota-onasini bir haftadan beri xabaram olgan odam sizni shu qo'shig'ingizda eshitsa, albatta rolini ota-onasini uyiga qarab, ota-onasini bag'riga qarab burishi tayin. Juda ham yoqdi. Rahmat.